Fashizm qurboni bo'lgan jahon chempionati, Gitler barbod qilgan mundial, xafagarchilik ortidan borilmagan chempionat, xullas Eronning jahon chempionatidan voz kechishi tarixda birinchi bor kuzatilayotgan holat emas. O'tmishda turli yillardagi mundiallarda boshqa terma jamoalar bilan ham shunday holat yuz bergan. Quyida bir boshdan shular haqida batafsil so'z yuritiladi. Tarixdagi ikkinchi mundial Italiyada 1934-yilda o'tkazilgan. Unda bir emas, naq 5 ta davlat qatnashishdan bosh tortgan. Sabablar esa turlicha edi. Ilk jahon chempionati g'olibi Urugvay Italiyaga shunchaki xafagarchilik uchun bormagan. Ya'ni 1930-yilgi Urugvayda o'tkazilgan jahon chempionatida ko'plab Yevropa davlatlari qatnashmagani uchun Urugvay ham Yevropaga borishni afzal ko'rmagan. Buyuk Britaniya qirolligi tarkibidagi Angliya, Shotlandiya, Irlandiya va Uelsning qatnashmaslik sababi esa yanada g'alati bo'lgan. Ular shu 4 davlatni o'z ichiga olgan Britaniya ichki chempionatini jahon chempionatidan ustun ko'rishgan. Lekin bular o'sha paytlardagi siyosiy faktorlar oldida juda arzimas sabablar edi. Italiya mezbonligidagi mundial bir vaqtning o'zida 5 ta davlat tomonidan boykot qilinishida eng katta rol fashizm bilan bog'liq edi. Chunki o'sha kezlarda Italiyada Benito Mussolini boshchiligidagi fashistik partiya hokimiyat tepasida bo'lgan. Butun Yevropadagi fashizmning kurtaklari ham aynan Rimdan tarqalgandi. Eng qizig'i, Italiyadagi jahon chempionatida ham bu o'z ta'sirini yaqqol ko'rsatgan. Mussolini diktaturasi Italiyaning barcha o'yinlariga va ularni boshqargan hakamlarga to'g'ridan-to'g'ri bosim o'tkazgani aytiladi. Yakunda esa shu va boshqa ta'sirlar bilan turnir g'olibligini Italiya qo'lga kiritadi. 1938-yilgi jahon chempionati ham shaxsiy qarorlar va siyosiy sabablarga ko'ra ko'ngildagidek o'tmagan. Avvalo yana Mussolini, bunga qo'shimcha tarzda esa uning do'sti Gitler birgalikda bu turnirga siyosiy jihatdan ta'sir o'tkazgan. Chempionatga Fransiya mezbonlik qilgan, 4 ta davlat mazkur mundialda qatnashmagan. Sabablar esa o'tgan galgidanda qiziqroq. Jumladan Argentina va Urugvay navbatdagi jahon chempionati yana Yevropada o'tkazilishidan norozi edi. Chunki FIFA turnirga mezbonlikni Lotin Amerikasi va Yevropaga navbatma-navbat taqdim etishga og'zaki va'da bergan. O'sha kezlarda Argentina uni o'zida qabul qilishga deyarli tayyor bo'lgan, ammo yakunda mezbonlik Fransiyaga tortiq qilingan. Shu sababli Argentina milliy terma jamoasi bu turnirda qatnashmasligini e'lon qilgan. Urugvay esa ularni qo'llab-quvvatlagan holda bu galgi mundialga ham borishdan voz kechgan. Bundan-da yomoni esa Ispaniya va Avstriya bilan kechgan. Ispaniyada o'sha paytda fuqarolik urushi ketayotgani bois futbol va boshqa tadbirlarda qatnashish imkonsiz bo'lgan. Qizil Furiya o'z ichida ichki urush ketayotgani tufayli hatto saralashda ham ishtirok eta olmagan va mundial mavzusi ular uchun bu paytda to'liq yopiq bo'lgan. Ushbu jahon chempionatida qatnasha olmagan Avstriyaning taqdiri yanada ayanchli. Mamlakat milliy terma jamoasi saralashdan o'tgan, turnirda ishtirok etish uchun tayyor holatda edi. Ammo 1938-yil jahon chempionati boshlanishidan bir necha oy oldin shunday holat yuz berdiki, bunaqasi futbol tarixida faqat bir marta kuzatilgan. Gap shundaki, 1938-yil mart oyida Gitler Germaniyasi Avstriyani butunlay bosib oladi va bu ma'lum muddat Avstriya degan davlatning xaritadan o'chirilishiga sabab bo'ladi. Davlatning o'zi yo'qmi, demak, uning jahon chempionatidagi o'rni ham yo'q. Shu bois tarixdagi 3-mundial Avstriyasiz o'tadi. Umuman olganda, bu mundial tarixdagi eng siyosiylashgan va diktatorlar qo'lida o'yinchoq bo'lgan turnir sifatida nom qoldirgan. Germaniya o'z tarkibiga Avstriya futbolchilarini majburan qo'shib olgan. Mussolini bo'lsa yana hakamlar va o'z futbolchilariga turli bosim va tahdidlar qilgan holda yana oltin kubokni o'ziniki qilgan. Shu tarzda Italiya jahon chempionatini ketma-ket 2 bor qo'lga kiritgan, lekin sof va toza futbol bilan emas. Bu paytda futbol fashizmning eng asosiy propaganda quroli bo'lgani bois juda og'ir davrlarni boshdan kechirgan. Hatto ba'zi manbalarda Italiya rahbari Mussolini mamlakat milliy terma jamoasidagi o'yinchilarga har bir bahsdan oldin yo g'alaba qozonasizlar yoki o'lasizlar degan mazmundagi telegramma jo'natgani aytiladi. Shunday qilib oxir-oqibat ikkita ziddiyatli jahon chempionatidan so'ng dunyo jahon urushi bilan yuzlashdi. Ikkinchi jahon urushi fonida 1942-1946-yilgi mundiallar o'tkazib yuborildi. O'tkazib yuborilgan ikkita tanaffusdan so'ng nihoyat dunyoda barcha muammolar va urushlar hal bo'ldi. FIFA ham keyingi jahon chempionatini Janubiy Amerikaga ko'chirdi. Bir qarashda hammasi yaxshi ketayotgandi, ammo turnirning Braziliyada o'tkazilishining o'zi ko'p o'tmay ba'zi davlatlar uchun moliyaviy va tranzit sabablarga ko'ra ma'qul kelmadi. Bu safar ikkita davlat, Turkiya va Fransiya mundialda qatnashmaslikni afzal ko'rdi. Turkiya o'sha kezlarda iqtisodiy muammolar girdobida edi. Braziliyaga borish mamlakat uchun katta xarajat talab qilar, boz ustiga bu paytda
mundialning nufuzi ham ayrim davlatlar uchun pul sarflashga arzimaydigan darajada edi. Sodda qilib aytganda, o'tgan asrning o'rtalarida futbol bo'yicha jahon chempionati 4 yillikning eng nufuzli musobaqasi degan maqomga ega bo'lmagan. Shu va boshqa sabablarga ko'ra Fransiya ham uzoqdagi Braziliyaga borishga eringan. Bundan tashqari fransuzlarga Braziliya hududining kattaligi, o'yinlar o'tkaziladigan nuqtalar orasidagi masofalar uzoqdek ko'ringan. Shuning uchun Fransiya muammoli yillardan keyin nihoyat endigina relsga tushib olgan futbol va uning terma jamoalar o'rtasidagi o'tkaziladigan eng katta turnirida ishtirok etmagan. Braziliyadagi jahon chempionatiga borishga qiynalgan 3-davlat Hindiston haqida bu borada ko'plab mishmishlar yuradi. Odamlar orasidagi eng ko'p tarqalgan mifga ko'ra, Hindiston 1950-yilgi mundialga go'yoki oyoq yalang o'ynash taqiqlangani uchun borishdan bosh tortgan. Ammo bu asl haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Chunki Hindistonda butsalar borasida muammo bo'lmagan. Ular shunchaki issiq iqlim sharoitidagina oyoq yalang o'ynagan. Hindlarning mundialga bormaganlik sabablari esa turklarniki kabi moliyaviy xarajatdan qochish va bunga qo'shimcha tarzda ustuvorlik bilan bog'liq bo'lgan. Ya'ni ular uzoq yo'l va boshqa xarajatlar uchun ortiqcha pul sarflashni istashmagan. Boz ustiga o'sha paytlarda ham mamlakat miqyosidagi birinchi raqamli sport turi futbol emas, balki kriket edi. Natijada mundial boshlanishiga 10 kun qolganda rasmiy Dehli unda ishtirok etmasligini ma'lum qilgan. Ammo bu Hindiston futbol tarixidagi eng katta pushaymonlik hisoblanadi, chunki bu davlat shu bilan o'z tarixi davomida umuman jahon chempionatida qatnasha olgani yo'q. Yagona va so'nggi imkoniyatni o'z qo'li bilan boy bergan hindlar uchun mundial orzuligicha qolmoqda. Jahon chempionatida qatnasha olmaslik yoki uni boykot qilish muammosi 1950-yildan keyin kuzatilmadi. Shundan beri 76 yil davomida barchasi bir tekisda ketdi. Lekin siyosiy jarayonlar futbolga salbiy ta'sir qilish davri yana qaytdi. Keraksiz urushlar, siyosiy beqarorlik va xalqaro maydondagi noaniqliklar boshlanishiga atigi 3 oy qolgan joriy yilgi mundialga jiddiy muammolar tug'dirmoqda. Eron kelayotgan jahon chempionatida qatnashmasligini rasman e'lon qildi. Unga hujum qilgan AQShning 3 mezbondan biri ekani masalani yana murakkablashtirmoqda. AQSh prezidentining o'zi ham ochiqdan ochiq chempionatga tashrif buyurish eronlik futbolchilar uchun xavfli bo'lishini aytdi. Xullas barchasi Gitler va Mussolini davrida bo'lgani kabi futbolning juda katta siyosiy ta'sir ostida qolganini ko'rsatmoqda. Lekin bir narsani unutmaslik lozim. Bugungi muammolarda faqat siyosiy jarayonlargina aybdor emas. Aslida FIFAning o'zida shu kungacha bo'lgan uzoq yillik shubhali holatlar yig'ilib qolgandi. Jumladan 2010-yilda Sepp Blatter boshchiligidagi FIFA ichida yuz bergan shubhali korrupsion holatlar, 2018-yilgi jahon chempionati mezbonligini naqd 11 ta vaqt mintaqasida joylashgan juda katta Rossiyaga berilishi va mavsum o'rtasida bo'lsa-da barcha uchun noqulay vaqt hisoblangan qishki paytda o'tkazilgan jahon chempionatini Qatarga tuhfa qilinishi shular jumlasidandir. Xullas muammolar yig'ilib oxirida siyosiy faktorlarga qo'shilgan holda mana 2026-yilgi mundialni to'kis va hech qanday yo'qotishlarsiz o'tishiga xalaqit qilmoqda. Mundial allaqachon kuchli bir termadan ayrildi. Bu yog'iga nima bo'lishini esa faqat vaqt ko'rsatadi. Voqealar rivojini esa bugun futbolda kuzatib boring. Xayr, sog' salomat bo'ling.